Grenville Chortoq tumanida joylashgan, faqat ayollar uchun mo'ljallangan sihatgoh hisoblanadi. Ma'lumki, Chortoq tumani o'zining so'lim va bahavo tabiati bilan ma'lum va mashhur. Tumanda ko'plab dam olish maskanlari, sihatgohlar bor. Ammo hozir sizlarga tanishtirmoqchi bo'lganimiz yanada o'zgacha manzil. Sihatgohda ayollarda uchraydigan ginekologik kasalliklar, suyak va muskullar tizimi kasalliklari, ovqat hazm qilish bilan bog'liq kasalliklar, oshqozon ichak, gastrit, gepatit, o't pufagi kasalliklari, nerv tizimi kasalliklari, teri kasalliklari, shuningdek qandli diabet va buqoq kasalliklariga davo muolajalari olib boriladi. Maskanda sifatli xizmat yo'lga qo'yilgan bo'lib, dam olib davolanuvchilar uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Bu hali hammasi emas. Davo muolajalaridan tashqari so'lim tabiat qo'ynida maroqli hordiq chiqarishingiz ham mumkin. Bundan tashqari sho'r suv bilan davolash, tuzli g'or, kedirli bochka, fizioterapiya xizmatlari ham yo'lga qo'yilgan. Grenville sizga nafaqat tibbiy yordam, balki ruhiy orom, tabiat quchog'ida tinch va muvozanat baxsh etadi. Markazdagi zamonaviy uskunalar, shinamxonalar va xushmanzara muhit sizga o'zingizni go'yo sanatoriyada emas, balki orzudagidek dam olish maskanida his qilishingizga yordam beradi.